ko'yinlar ham shu 100 mingtacha yig'ib adamga iPhone bermoqda. Meni ismim Rasulov Imron. Men 5-da sinfda o'qiyman, 224 maktabida. Men Yusupova Yulduz Po'latovna, 224-maktab rus tili va adabiyot fani o'qituvchisiman va shu birgalikda 5-da sinf rahbarligini davom ettiryapman. Platformada hamma narsa yo'qdi, lekin zo'r platforma ekan. Narsalar yozib bo'lar ekan, kod yig'ib. Shundan keyin darslar bor ekan. Shu darslarda ko'p narsalarni o'rgandim. Men juda ham bugun xursand bo'ldim. Shunday iqtidorli o'quvchimiz borligidan. Kamtarona menga aytmabdi shu paytgacha shu onlayn o'qishlarda o'qib, shunaqa muvaffaqiyatlarga erishibdi. Birinchi, ikkinchi choraklardan ko'ra mana 3-4-chorakda juda ham katta yutuqlarga ega bo'ldi. Men hayron bo'ldim va shu munosabat bilan yana xursand ham bo'ldim. Sochda 2-chorakda 19 ball oldim. Shundan keyin shu platformada boshlaganimdan keyin o'rganib keldim. Shundan keyin 4-chorakda 40 da 30 ball oldim. Men hozir mana o'zimda sinasam onlayn yana ham odam erkinroq bo'ladi. O'z uyida bemalol komfortdan chiqmagan holatda o'qib o'rganadi. Bu juda ham qulay va shunchalik foydali ekan. Yana bu narsaga yana bir bor iqror bo'ldim. Shu 8tacha ko'yin to'pladim. Ko'yinlar ham shu 100 mingtacha yig'ib adamga iPhone bermoqda.